Tövəndə diqqətinizə bazar haqqında iki kəlmə söz namlıq yazmamni o'qib beraman. Mazkur yazma 2022 yılı avgustda nashr qilingan pul muomala bozoriga mablag' selish nomli kitobimdan elindi. Qadimki Yipak yo'lini qurg'uvchilarning va uni gullantiruvchilarning biri bo'lgan tarixda shonliq ham o'zgacha madaniyat barpo qilgan ajdodlarimiz bizga bozor haqida ajoyib hikmatlarga to'lgan nurg'un maqol tamsillarni qoldirgan. Masalan, otangmi bozor, onangmi bozor. Uydagi o'lcham bozorga to'g'ri kelmabdi. Kajni bozor o'ngshapti. 7 yambug'i unamay 8 yambug'i unapti. Soda saqal sepigicha. Bay bo'lay desang, arzon elib qimmat sat. Kambag'al bo'lay desang, naq elib nesi sat. Sodigarning yo'li bir, rizqi boshqa. Demak, bozor Uyg'urlarning ijtimoiy hayotida intayin muhim rol o'ynab kelgan. Ota-bobolarimizdan qolgan ashu maqol tamsillarning o'zila bizning asrlardan beri bozor bilan apilishib kelgan xalq ekanligimizni ko'rsatib berdi. Ya'ni ko'rgan ko'rganini deydi, ko'rmagan nimani deydi degandek. Bizning ajdodlarimiz o'ziga xos iqtisod sistemasini, jumladan bozor madaniyatini barpo qilgan bo'lib, hatto tog'da tug'ilgan manmu o'smirlik chog'larimda ota miros kasb, milishmol tijoratini bolachig'ida qo'lga olgan otishdagi cho'ng dadamning uyiga ta'tillarda kelganimda, cho'ng dadam meni yezining yakshanbilik bozoriga elib chiqqan chog'larda shu bozorda ko'rgan va anglaganlarimni meningda go'zal aslimalarni qoldirgan bo'lib, ularni har asliganimda yuragim ilham qaynaydi. Shunaq bo'lganlikdan men necha yil ilgari Sahra bozoriga madiya o'qilgan Yuragimda qaynaysan nomli tuvandagi yozmani qalamga olgan edim. Sahra bozori, aslimamda sen, chunki yuragimda sen. Tog'dan har qitim tushgan chog'larimda sana naqadar balaliq qizg'inligim bilan talmirgunim va talpilgunimni ya uqsan, ya uqmaysan. Seningdagi hikoya, seningdagi cho'chak meni o'ziga jalb qilgan. Sen kulgan yakshanba bozor kuni mahalladan, yezi qishloqlardan kelgan kishilar sana jon beradi, go'zallik baxsh etadi. Sen go'zalsan, chunki sen jalbkorsan. Jalbkor narsalarning hammasi go'zaldir. Sening qo'yningda kezib yurgan har kim ya olg'uchi, ya sotquchi. Ammo sotquchidan ko'p olg'uchi. Ashu manzira, seningda takror tug'iladigan ashu ko'rinishlar hali ham ko'z oldimda. O'zingga tushliq sifatlaring bor. O'zingga tushliq qonuniyatlaring bor. Atiyoz kelganida ochliqning bahosi o'rlaydi. Kuz kelay deganda shatava va so'knayning bahosi. O'sil yig'im mezgilida mantpaz va samspazlarning ruhi urg'uydi. Chunki yog' va go'sht tarab ketgan kishilar oshliq ziroatlarini setib bo'libla osh puzilga yuguraydi. Ular bozorida shirin kana olgan bediklarmi kanini maylashga oldiraydi. Maysam o'rik, glas va chilgining burni amdi chiqishga boshlaganda ko'ktat va meva bozori qiziydi. So'g'uq tushishga boshlaganda kishilar ot eshaklarni taqiltishidi. Erlar saqal burtlarini qirdirishsa, onalar charchim mol sotadiganlarning oldidan bolalarga titrat, qalam, oyoq va kamar, ro'mol yoki yog'liq izdishidi. Kichik harviylarda, kashi markalik mashinalarda, sopaklarda tijoratchilar har qaysi yurtlardagi oldin pishgan meva ko'ktatlarni to'shib kelib, seningda tovlab setishidi. Sanjaq odamlar to'pi.
Bazardan көтеріліп атқан топчаң. Çoğlar bergen pulga langpong elip suyga girdi chilab yeyatgan balalar. Ularning ichidagi birisi men. Sahra bozori. Seningda uzun tarix bor, kuchlik madaniyat bor. Seningda cho'chak bor, seningda men va menga o'xshash ko'rming insonlar bor. Seningda ajdodlarimizdan qolgan qaynam tashqinlikqa, mo'lchilik, ozodlik ham insoniylikqa to'lgan tinch ham xotirjamlikka talpingan go'zal va muhabbatlik hayotga tashna millionlagan oq ko'ngil, oddiy sodda, ishchan ham go'zal xalqing bor. Balalik hayatımda men Sahra bozoridan qanchalik muhabbat olgan bo'lsam, yoshlik chog'larimda vatanimizning boshkenti Urumchidagi Do'nko'rik bozori va Amerikaning Nyu-York shahridagi Wall ko'chasi bozoridan iborat o'xshamagan ikki bozordimmi o'zgacha ta'sirotlarga ega bo'lgan bo'lib, ularni necha yil ilgari tövandagidek qalamga elib qo'ygan edim. Ikki ko'cha, o'xshash maqsaddagi odamlar, maqsad pul, terikchilik. Ikki ko'cha, o'xshamagan savdo madaniyati va savdo qimmat qarashi. Ikki ko'cha, yaratqani o'xshamagan tarix, o'xshamagan taqdir. Ikki ko'cha, har ikkisida mening oyoq izlarim bor. Birisiga yurakda muhabbat, birisiga havas. Bir ko'chada ruhim, bir ko'chada jismim yashaydi. Bir ko'cha yoshlik bahorimning shahidi, armonlarimning onasi. Bir ko'cha qironligimning guvohchisi, shunqorligimning badali. Birisi aslim ko'chasi, yana birisi hijron ko'chasi. 1988 yılı 29 avgust tushdan keyin soat 1. Quyoshliq illiq bir kun. Universitetning kayni eshigidan atush qatnash kolonining shofiri marhum Islomjon ustam Urumchidagi har qaysi oliy maktablarga atushdan qabul qilingan o'quvchilar o'ltirgan avtobusni gurkiritib haydab kirib keldida, bu universitetning biologiya fanlari professori, mashhur jamoat arbobi marhum Mejit Bauddin apandining uyiga yurtdan elib chiqqan meva chevlarini yetkazib o'tib, avtobusni haydab universitet tantarbiya maydonining oldida to'xtatdi. Avtobusdan tushganlarning ichida ko'zlaridan ham taqozzoliq, hayronlik, ham yetirqash chiqib turgan bir yigit tushdi-da, avtobusga besilgan yuk taqinlarini boshqalarning yordami bilan tushirishga boshladi. Bu adashning oliy maktabga o'tganini ota-onasi xuddi o'g'lining to'yi bo'lgandek cho'ng esh deb o'ylab qolgan chig'i. Ular o'g'liga alaydan Qashqardagi hunarvanlardan yoshlarning to'yi bo'lganda setib oladigan oldi seriq rangli tuniki bilan qoplangan yo'g'on to'yliq yog'och sanduqdan birini elib, nurg'un narsalarni qachilab, otning kallisidek qulubdan birini selib bergan edi. Balam bu sanduqni yolg'iz jini bilan qandoq ko'tarar deganni o'ylamaganmidim ular? Onun beshi qaytib turganida taliga shu kuni tushlik tomoqning qaytib shu yil yozda u otishda tanishgan, suvadan tirakdak egiz o'sgan, qonun fakultetining 4-yilligida o'qiydigan, Samandar deb kimningdir botirligini madilab she'r yozib ketadigan, ammo jidaldan toshqandek qochadigan g'ayratchan va bahorning yoshlikning payzini yetkish suralaydigan Saudjan ikkisi uchrab qolsa bo'ladi. Uçaklarda hozirgidek aqliy telefon, Facebook aloqa vositaları, yani buningdek aloqa vositaları nima qilsin? Hatto kirakashnimi oson topqili bo'lmaydi. Ma'vu sening bilan otishdan birga chiqqan amirlardan yordam so'raydisan, uni o'zining halakchiligida. Bu tag'liqqa g'ayrat bilan Saudjanning yordami alomat yoqdi ekan, mana bu shuncha uzun vaqtdan keyinmi Iroq eldi ularni hozirgidek eslab o'ltiribdi. Shuna qilib men yotoqqa o'rinish bo'lib, atsila oliy maktab hayotimda mangulik muhabbatni ro'yimga tamg'i qilib besiyotgan mehrlik bu ko'chada tunji oyoq izimni qoldirdim. Bu kun yelimi esimda. U 1988 yili 30 avgust edi. Yangi keldaxunga hamma narsa ajoyib g'aroyib ko'rindi ekan.
Bu ko'chada yashayotgan xuddi hamma odam ko'chaga chiqib olgandek mig'miq odamlar to'pi paydo qilgan qaynam tashqinlik kartinasi bilan bu ko'cha texmo ajoyib g'aroyib, rangarang ko'rinib ketgan bo'lsa kerak ko'zimga va o'zimga. Hayot o'zining mavjudligini jonliq namoyanda qiladigan nima degan mehrli ko'cha ha bu. Qarasangiz, uzunligi 3 kilometrga yetmaydigan bu ko'chada odamlar baayni dengizning suyidek chayqiladi. Har yurtdan kelgan, har xil shivda so'zlashadigan odamlar erkin bemalol menib yurishidi. Kishilarning chiroyli kulki. Bu ko'chaning ismi Do'ng-ko'rik. Ammo men hozirgacha yoki do'ng yoki cho'nqur ko'rikning zodi nada borligini bilib bo'lolmadim. Keyincha mening bu ko'chaga mehrim tushib qoldi. Talay qitim o'tganda men bu ko'chadan yaxshi o'tib o'tganman. Bozorlarni aylanib o'tganman. Tonur kebaplarni yeb o'tganman. Kasbimning ilik boshqarish ilmi bo'lishi sababidan bu ko'chada egilik tiklashga urinib, orqa ko'chalardagi hunarvanga spirt bilan choy qaynatadigan saymanni yastib ketganman. Lekin oxiri taqdir bu ko'chani aslim bilan to'ldirib, meni qitla atlatqizib, jahonning chetidagi hijron ko'chasiga olib tashladi. Hozir o'ylasam, ayni chaqda bu ko'chadagi savdo an'anaviy egilikka sodiqlik bilan varislik qilgan ekan. Yezigilik mahsulotlari asos, sanoat mahsulotlari yetishsiz, texnikalik narsalardan ig'iz ochqili bo'lmaydigan, zamonaviy texnika bilan ancha aloqasi yo'q hamda zamonaviy pul muomala bilimlari degandan tuzuk xabar bo'lmagan baylar pullarni tag'arlarda ko'tarib yurgan ko'cha ekan. Men 2011-yil yozda bu ko'chadan o'tganimda bu ko'cha menga yot noto'nosh bilindi. Men bu ko'chaning burunqi holatini ko'z oldimga keltirib yatsirab ketdim. Yuragimni bir narsa tatiladi. Ammo aslimamdagi bu ko'chaning ko'rinishi o'zgarsimi, burunqi savdo qizg'inligiga zamonaviy narsalarni qo'shib yo'g'irib, o'ziga singdirib atganligini ko'rib, yuzaki kuzatishlarim bilan aslimamdagi kartinasiga rang berib, qangudak ko'rishga yetarli vaqt chiqara olmay, afsuslarimni yutib qaytib keldim. Men Amerikaga kelib, dunyoga mashhur pul muomala ko'chasi deb atalgan Wall ko'chasini tunji qatam 2004-yil iyulning 5-ida qadam bosdim bu ko'chaga. Va shu kuni bu ko'chani aldirmay aylanib chiqdim. Bu ko'chaning cho'ngligi Do'ng-ko'rik ko'chasidan farq qilmaydi. Uzunligi bar yo'qi 2-3 kilometr atrofida. Egiz binolari beton bilan mazmut qilib qatirib o'tilgan. Bu ko'chaga bo'lgan havasim meni nurg'un xiyollarga g'arq qildi. Ko'rkam binolari beton bilan quyilgan bu ko'chada yashash uchun beton bilan quyilgan iroda, tavakkulchilik kerak. Wall ko'chasi ko'z yeshig'i ishonmaydi. Wall ko'chasi dunyo pul muomala bozorining markazi bo'lib, 200 yildan ortiq tarixga ega. 200 yil ilgari bu yerda hozirgi dunyoga mashhur New York paycheki bozorining uli silingan. Amerika tarixidagi nurg'un cho'ng ishlarning guvohchisi bo'lgan JP Morganga o'xshash pul muomala do'konlari, Rockefeller'dek neft magnatlar bu yerdan o'rin olgan. Qisqasi, bu yer Amerika egiligining yezigiligidan sanoatga ko'chib, oxirida pul muomalaga qarab taraqqiy qilishida muhim rol o'ynagan. Demak, bu ko'cha bugungi kunda Amerikaning pul muomala markazi bo'lib qolmasdan yana dunyoning pul muomala markaziga aylangan. Bu ko'chada yuz bergan ishlar ilgari Amerika xalqining taqdiriga zo'r ta'sir ko'rsatgan bo'lsa, hozir yuz berib turadigan ishlar o'zaro giralishib ketgan xalqaro egilikda dunyo xalqining turmushiga ta'sir ko'rsatyotdi. O'tgan asrning birinchi chorrakining oxirgi yillarida Amerikada yuz bergan iqtisodiy bo'hron mana shuning misoli. 1929-yildagi Wall ko'chasidagi paycheka bahosining lapildab tushib ketishi Amerikada dunyoni cho'chitgan iqtisodiy bo'hronni keltirib chiqardi. Ishsiz qolgan kishilar, xoni vayron bo'lgan oilalar, o'zini o'ltirib olgan odamlar, yetim qolgan bolalar. Voy, u ko'ngilni g'ash qiladigan manzaralar. 2008-yil Amerikada yuz bergan pul muomala krizisining Amerika iqtisodiga ko'rsatgan ta'siriga biz shohid. Amerika yuz bergan bu krizisning boshqa dunyo ellarining iqtisodiga ko'rsatgan vositalik ta'sirimi yenik emas, albatta. Bu ko'cha avam xalqning nazarida huquq va boylik osonlik kishilarning qo'liga markazlashgan ko'cha deb qaraladi. Bu ko'chaga nisbatan ayrim kishilarda norozilik va o'chmanlik bor. Har qatim iqtisod kasotlashib, ishsizlik nisbati oshganda,
O'ttir burjuaziyaning kirimi tövəllab, namratlarning soni ishib ketganda, baylar aksicha texmi beyib ketganda, bu ko'chaga qarata norozilik kuchayib ketadi. Yaqinqi yillarda bu norozilik o'zining kelgusidan andish qiladigan yoshlardan ko'tarilmoqda. Ularning qarashicha, pul muomala sohasidagilar bilan amaldorlar o'zaro til biriktirib, o'zlariga foydali qonunlarni chiqarib, o'zlarini beyitib, avam xalqni nachar ijtimoiy iqtisodiy holatga tushirib qo'yganmish. Shunga Wall ko'chasiga qarshi harakat 2011-yil kuchaygan bo'lib, ular o'zlarining harakatini Wall ko'chasini egallash harakati deb atashgan edi. Albatta, ularning qarshini butunlay xato deb ketgilimi bo'lmaydi. Chunki ijtimoiy va iqtisodiy tengsizlik bo'lganda, uning qarshi norozilikning bo'lishi tabiiy. Demasimi, Amerika demokratik davlat bo'lganlikdan, kishilar huquqli o'ringa saylam orqali chiqadigan bo'lganlikdan, nomzodlar saylamda o'tish uchun o'zini tashviq qiladiganiga xarajatga muhtoj bo'ladi. O'zlarining iqtisodiy jihatdan kuchli qo'llag'uchilarining bo'lishini istaydi. Wall ko'chasidagi bankirlar va pul muomala shirkatlari shuning bilan o'zining gapini qildigan odamga erishadi. Demak, bu ko'chaning siyosiy ta'siri intayin zo'r. Uni to'van chaqlig'ila bo'lmaydi hargiz. Shundaq. Yuqoridagi ikki ko'cha men bilan mushundaq o'zgacha qismatda bog'langan. Do'ng ko'vrik, oddiy xalqning terikchilik ko'chasi, tarixning davomi. Wall ko'chasi zamonaviy egilikning eng yuksak pallasi, dunyo taqdirini o'z qo'lida o'yinta oladigan ko'cha. Hurmatli kitobxon, siz mening New York paychiki bozori, ya'ni Wall ko'chasi bozori haqidagi bayonlarimni anglab o'yib cho'kvatamsiz yoki qiziqvatamsiz? Va yoki bu yerdagi dunyoni olqinda o'yintadiganlarga nafratlanvatamsiz? Mayli qaysi xil holatda bo'ling, bir narsa aniq. Siz va men real dunyoda yashaymiz. Ya'ni nurg'un orzu armon bilan yashaymiz. Bu armonlarimiz yana moddiy jihatda bayashat yashashni o'z ichiga oladi. Ko'zlaydigan bo'lsak, bozor bilan haplashgan odamlarning hol kuni bozorga xo'sh yo'q odamlarning kuniga qaraganda yaxshiroq bo'ladi. Lekin biz zamonaviy egilikda yashayotganimiz uchun hayotimizda muhim rol o'ynayotgan bir muhim bozorni, ya'ni pul muomala bozorini yaxshi tushunishimiz va amal bo'lsa, uning bilan haplashib beqishimiz kerak.